Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa yana bitta 700 kat yo'limiz bitdi. Kraskalarini qildik. Xudo xolasa bugun egasiga jo'natamiz. Kat yo'limiz 700 aqlli kat yo'l, Verxniy Gareniya. Mana ombori. Omborida 150-160 kilo ko'mir sig'imi bor. Tepadan yonib tushadi. Kat yo'l aqlli kat yo'l, o'zi yonib o'zi o'chib ishlaydi. Unga talab qilinadigan narsa shu bir marta yoqib qo'yib, to'ldirib, bir marta yoqib qo'yiladi. Shu bilan 16 soat, 14 soat yonadi. Kat yo'limiz mana umumiy ko'rinishi. Bu eshik suvli bo'ladi, bunisi suvli bo'ladi. Tepadagi mana bu suvli bo'ladi. Qolgan eshiklar suvli bo'lmaydi. Mana yonbosh tomondan ko'rinishi kat yo'limizda. Mana bu tomondan ko'rinishi. Kat yo'limiz mana turbalari ko'p terilgan. Vazifasi bularni suvlar tez-tezda qaynatib chiqarish. Bularda shuning sababidan kichkina 25 lik turba qilingan. Mana bu tomonlari, mana o'tga tomonlari. Bu tepadan ko'rinishi, bu eshigi ham suvli bo'ladi. Xudo xolasa Farg'onaga 5 ariqqa chiqaramiz. Mana endi tashqarida mana bu uyni kat yo'li 250 kvadratgacha. Bunda ham shunday mana omborida turbasi ko'p. Buni ham o'ziga nisbatan mana bu ombori 35-40 kilogacha sig'imi bor. 250 kvadratga bemalol yetkazadi. Mana bu tomonlari, xotkalari. Bu yoq tomoni, orqa tomoni mana. Mana bu keyingi partiyaga xudo xolasa zagotovkalar boshladik. Zagotovkalar qilinyapti. Listlar lazerga tashlab qo'yganmiz. Lazerdan olib kelib boshlaymiz xudo xolasa. Mana bunisi 300 kat yo'limiz. 300 kat yo'limizda mana turbasi, ombori 120-130 kilogacha joyi bor. Mana eshiklari, bunda ham 3 ta eshigi suvli bo'ladi. Kat yo'l bu ham aqlli kat yo'l, bu ham Verxniy Gareniya tepadan yonib tushadi. Mana tepa tomondagi eshigi. Mana bu tomonlari, xotkalari. Mana bu tomonlari. Xotka tomonlari, profil tomonlari. Profil ichida alanga yuradi, atrofida 3 sm dan suv bo'ladi. Shuni hisobidan tezroq isitib